Opalib şirketidagilar bilan hamkorlashgili 8-gacha 1 yildan eshibdi. Bu jarayonda Yezon boshchiligidagi shirkatdagi barliq xizmatchilar bilan oq-ko'kdek bo'lib ketdik. Shirkat bosh direktori Yezon, ya'ni Ilhom apandi bizning tashviqot jihatdagi har xil qiyinchiliklarimizni yengishga yordam berdi. Hamda oldingi yildagi 95 ning mashinasini haydab Sanyaga berish safarini shirkat bosh direktori Yezon planlab, Opalib markasini texim jiq odamlarning bilishiga texmi yaxshi bir asos soldi. Men o'zimning tashviqot kuchimdan foydalanib, buningdan keyin Opalib markasini texim ko'p odamlarga bildirishga o'zimning bir kishilik hissamni qo'shmay. Opalib avtolarning har bir qutisidan cho'qim mukofot chiqadiganligi hamda bu mukofotni sistema orqali naqlash tugul bo'lganligini balki hozir nurg'un shoferlar bildi. Shundoq bo'lg'achmi biz har xil tipdagi mashinalarga mushu avtolni qo'yib sinab baqdik. Sinash jarayonida mushu avtolga bo'lgan ishonchimiz texmi oshdi. Oldingi yili Urumchi borgan chaqda Mejit ustam bilan to'g'riq mashinaning taraqqiyoti to'g'riliq cho'nqur fikrlashgan edi. Mejit ustam menga to'g'riq mashinani remont qilish texnikasini cho'qim o'rganmasangiz bo'lmaydi deb qayt topildi. Hamda menga to'g'riq mashina remont qilish darslarini menga sovg'a qildi. Kunsir yangilayotgan texnika, kunsir yangilayotgan mashinalarningki tiplari qarab mushu mashina remont qilish bilimlarimi o'zgarib turdi. Keyin Mejit ustam boshchiligida diyorimizdagi to'g'riq mashina ustasi Olimja ustamning qishig'a to'g'riq mashina remont qilishni o'rganayotgan bolalarni ko'rish uchun keldik. Shunga men har yili mushundaq ustamlarning qishig'iga borib o'rganishga, bilim olishga, mushularningki mashina asrash jihatdagi ilg'or ideyalarni o'zimga singdirishga nihoyat umr. Har bir odamning o'ziga tushlik magnit maydoni bo'ldi. Shu magnit maydoni atrofdagi odamlarga nihoyat ta'sir qildi. Agar sizmo aktiv energiyalik magnit maydoni bor odam bo'lsangiz, atrofdagi kishilar cho'qim sizga o'xshash munavvar bo'lishi mumkin. Meni qo'llash yuzidan inkas rayoniga xo'p belgisi yo'llab qo'yinglar. Rahmat. Biz mashina bilimlarini davomli so'zlaymiz.